Papa, Hov. nem qilimda vatsa tushdan keyin bo'g'a vaqtida. Hey balam. Lampongchilab yapaqni bilaman o'zizda. Qo'y buldi. Nima xo'sh aqirganga? Ha, saylan tayoq qo'yib lampongchilab bingshang muzda kerak saqosa. Suylan tayoq tekchilik muzlab tayoqdak. Yemeymizmi o'zizda balam? Buldi. Uning atab biza kebab akasam. Kebabni o'dil qilsam-chu. Ya, tamamdan buldi. Ha. O'da menim bor, qizim bor, uchoq bor, opang bor. Go'sh baji. Ha. Siz endi saylan yop achiqing men lampongni alg'ashtiray. Ha, bunda. Chaqam bo'lonjima? Ha, buldi. Lampongni suyini qo'yishni boshlay endi. Buldi. Mushu chinda 5 chin su qo'ymay qozonga. Hamda matalangiga 1 chin muzdak su qo'yib olma. Bu lamponni eritib nug'ul qilib lozim bo'ldi opa, ha? Ha. Hamda lampondan bir piyola. Buni mana nug'ul qilib olamizmi? Ha, buni suyuldirib olamiz bola. Mana qilsak, ma dugir o'qamaydi. Do'stlar, ishlatganimiz quruq lamponni jumi. Hiliqi xalta bojanlar qo'ygan ho'l lampon emas, ha? O'lcham mushu do'stlar, mushbit qismingizda bo'ldi. Bilamigan do'stlar qarab o'rganavdingizlar. Ananikin ko'rgan do'stlarimiz yuraklarni besib etib, yulduzlarni besib etib, inkas rayonning atirgilarni yo'llab etib, oxiridan ko'ngilingizda jimi suyuldirgicha tanshaylarni ko'rsatib qo'yamiz. Yuraklarni biz qo'singizlar shunda xushal o'kitma bo'lgan bilan. Ona xamir qo'lanmagan desam, yana suv yo'q bo'ldi. Ha, suyuqli bo'ldi. Ne mana unsi tayyor oldi endi. Hamda qozonga bir qo'shiq tuz savatdim mana. Bo'ldi. Ma Elnorun ochiq suydan bir qo'shiqchimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Tushib ketmişim deb qo'rqib ketdim. Mana unsini qo'ydik. Bir yilni ish to'xtamay elashtiramizmi buni? To'xtab qolsak taktikni va g'adozni qoldi. Baramdil lampon tayyor bo'ldi mana, qo'yilyapti-da, ko'rdingizlarmi? Akasizlarman qildi. Qisilg'oq, chipilg'oq. Maynoq omdan bolam. Jonozlar qilaman, ha, Chiqing keling o'choqqa. Ishlab olmaganki sizni. Ha, mana. Mayna kelib chiqdi. Maynoq 5 minutlar qaynasa bu. Pishib maynoq sup suzuk katta o'kitdi. Suzilib, ha? Pishdimi? Opam bundoq qipaqadan qipaqdim lekin ishni bilmadim qildim bilan. Asta so'zlab tushsa pishkine bujumi? Bilib oldingizmi? Endi bilib oldim. Lampong talanga qo'yib ketgandan keyin ha qovasaq ustiga yallar chiqib pishir. Muzlab tayyor bo'ldi juma. Bu lampon suyga jiqdan saketmaydi. Simsoq Sinjon lozi shansay xangar. Mushlar los yetarli hukitdi juma. Ko'rma endi. Balado. Elnorun hozir men ozroq qo'yib olay. Ma'qul. Alnor shirkatimizningki ochiq suv, un, may, guruch, chomg'ur javharlarim bormi? Boshlay endi. Men Sinjon misoldim oldi, ha? 12 taz mezli tatlı qo'rib chiqqan malda samsaqni solma. Bo'ldi. Uningdan keyin tuzdan bir qo'shiq, zirdan bir qo'shiq. Uningdan keyin Ko'kloz qizil lazım ichiga. Va şey chiqyapti puroq degan. Endi qaynoq suv qo'yma, ha? Ochiq suvdan ma qozon saplig'i bir saplig qo'ysa xilo yetib ketadi juma, ma Elnorun ochiq suvi shunda. Organik ochiq suvi bak kuchlik juma. Ketimliq. Ha. To'xo tuxumida 2 talni chekay endi. Buni qozon qil cheksangizlar u bir xil, bunda qilsangizlar bu bir xil bo'ldi juma. Ajoyib katta juma. Bu opa, hiliq biz kichik vaqtlarda yeyishlar bo'lib yeydigan hiliq yerlik biz burun usuldiki haqiqat tuxum suvi bo'ldi bu lampon suvi bu, ha? Ha, shu vaqtlarda Aslimlari. Hamda suv tayyor bo'ldi. Lampon dabaychil ketgan. Ha. Lampon buzilsa, uni to'g'rab akaplar. Suyini quyamiz, ustiga xangar shansayini solamiz. Fayz o'pdi. Xangar shalab osh gullarni solsaqlar shundoq fayz lampon suvi tayyor Ana ketdi. xo'sh do'stlarimiz chuqum sinab Atalangan qoldi juma. tomoq. Mushbit qismingizlar bo'ldi juma. Ana xo'sh biz yil ketdik. Bay bay. Çok çok